Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Migrant oshpaz mijozni kaltakladi. Assalomu alaykum qadrli mehmon. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va obuna tugmalarini bosib qo'ying. Sankt-Peterburg politsiyasi Prosveshcheniya prospektidagi kafeda xo'randani kaltaklagan muhojir oshpazni qo'lga oldi. Mushtlashuv 2026-yil fevral oyida shaharning Vyborg tumanida sodir bo'lgan. Unda 49 yoshli erkak jabrlangan va u jarohatlar bilan shifoxonaga olib ketilgan. Avvaliga politsiya sog'liqqa qasddan o'rtacha og'irlikdagi shikast yetkazish ayblovi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atgan edi. Keyinchalik ekspertlar sud tibbiyot ekspertizasidan so'ng ish sog'liqqa qasddan og'ir shikast yetkazish bo'lgan yanada qattiqroq moddaga qayta tasniflandi. 27-iyul kuni politsiyachilar gumonlanuvchini Kallantay ko'chasidagi 20 uy yaqinida qo'lga olishdi. U 22 yoshli chet ellik bo'lib chiqdi. U mushlashuv sodir bo'lgan aynan o'sha muassasada oshpaz bo'lib ishlaydi. Ish bo'yicha tergov davom etmoqda. Avvalroq Leningrad viloyatining Tixvin tumanida ham yana bir muhojir oshpaz o'smirga pichoq bilan hujum qilgan edi. Sud hujum qilgan shaxsga shartli muddat berdi. Ushbu ish tergovi natijalari bo'yicha esa Aleksandr Bastrikinga hisobot berilishi kerak. Do'stlar, Rossiyada nima gaplar deganlarga men Moskvadan juda ko'pchilik biladi. Hozirgina metrodan chiqdim. Unaqa dahshatli tekshiruvlar yo'q. Bir-birini urib, yotqizib, qo'llarini qayirib olib ketyapti degan videolarni ko'ryapmiz, do'stlar. Bunaqa videolarga ishonmang. O'zbekistonda o'tirib ota-onalarimiz qo'rqishyapti. Haqiqatan urib olib ketyaptimi deb. Dokumentlaringiz hammasi joyida bo'ladigan bo'lsa, dokumentingizni ko'radi, qo'yib yuboradi. Bunaqa vahima videolarni qo'ymang, iltimos do'stlar. Sizlarga hozir metrolarga ham tushib, polni videolarni bundan keyingisiga qo'yaman, kirdi chiqdi joylarni ko'ramiz, qanaqa holatlar. Haqiqatan ham tekshiruvlar bormi, yo'qmi, realni videoda sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ungacha sizlar shu videoga bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman. Politsiya Rossiyaning Leningrad viloyati Lomonosov tumanining Novoseliye posyolkasidagi 3 ta qurilish shaharchasi hududida hujjatlarni tekshiruvdan o'tkazdi. Politsiya xodimlari bir necha yuzlab kelgan ishchilarning hujjatlarini tekshirishdi. Jami 576 kishi tekshiruvdan o'tdi. Ulardan 544 nafari chet el fuqarolari bo'lib chiqdi. Politsiya kelganda ayrim chet elliklar yaqin oradagi o'rmonga qochishga urindi. Politsiyachilar bunga oldindan tayyorgarlik ko'rib, tekshiruvdan yashirinishga uringanlarning barchasini ushlashdi. Natijada 20 ga yaqin migrant Lomonosov tumani bo'yicha OMVD navbatchilik qismiga olib ketildi. Ushbu shaxslarga nisbatan Rossiyaga kirish qoidalarini yoki bo'lish rejimini buzganlik uchun bayonnomalar tuzildi. Rossiyada chet elliklar ustidan nazorat qilishning yangi qattiq qoidalari joriy etilmoqda. Huquq himoyachilari buni raqamli bo'yinbog' deb atamoqda. Asosiy o'zgarish chiqarib yuborish rejimi va nazorat qilinadigan shaxslarning maxsus reyestri bo'ldi. Ushbu ro'yxatga politsiya mamlakatda bo'lish uchun qonuniy hujjatlari bo'lmagan barcha migrantlarni, shuningdek deportatsiya qilinish yoki kirish taqiqlanishi xavfi bo'lganlarni kiritadi. Ushbu ro'yxatdagi shaxs deyarli barcha huquqlarni yo'qotadi. Unga kvartira va mashinalar sotib olish, rulga o'tirish, biznesni ro'yxatdan o'tkazish va nikoh tuzish taqiqlanadi. Shuningdek, banklarda yangi hisob varaqlar ochish va boshqa odamlarga oyiga 30 ming rubldan ortiq pul o'tkazish mumkin emas. IIV ruxsatsiz Rossiya bo'ylab harakatlanish ham taqiqlanadi. Chiqarib yuborish rejimi to'g'risidagi qonunni Vladimir Putin 2024-yil 8-avgustda imzolagan. Reyestrning o'zi va yangi qoidalar esa 2025-yil 5-fevralda ishga tushdi. Ushbu o'zgarishlar 100 minglab odamlarga ta'sir qiladi. Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garovoyning so'zlariga ko'ra, reyestrga mamlakatda noqonuniy ravishda bo'lib turgan 739 mingga yaqin kishi kiritilishi mumkin. IIV statistikasiga ko'ra, hozirda Rossiyada jami 6,1 millionga yaqin chet el fuqarosi yashaydi. Shu bilan birga butun 2024-yil davomida mamlakatdan 100 mingdan ortiq migrant chiqarib yuborildi. Bu avvalgi ko'rsatkichlardan ancha ko'pdir.
Reyestrdan tashqari rasmiylar kelganlarni to'liq kuzatish texnologiyalarini joriy etmoqda. Moskvada 2025-yildan boshlab barcha shaxsiy ma'lumotlar yozilgan, chipli va QR kodli elektron migrant kartalarini berish bo'yicha pilot loyiha ishga tushirildi. 2024-yil 1-dekabrdan boshlab biometriya topshirish, ya'ni barmoq izlari va fotosurat orqali tekshirish Moskvaning Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Jukovskiy aeroportlariga kirishda